yaqin kunlarning ichida rekalari qoqiladida keyin profnasi qoqiladi. Ana unaqamidi birinchi Tunukaning rekasi qoqilarmidi-da? Da, to'g'ri aytman. Demak, birinchi Tunukaning rekasi qoqiladi, undan keyin profnasil qoqiladi inshaalloh. Maksimum darajada sifatli tom qilib yopishga harakat qilishyapti ustakalarimiz. Tomon sesmasini to'g'ri yo'qam sesmak bo'lar ekan, polni istadi. И o'nlarga tomonda sesmak bo'lgan ekan, hozir olib borib ko'rsataman. Ventilatsiyaning shafti qoldi, dima haqida qolibdi. Va tepasini ustakalarimiz quyib bo'lishibdi o'sha. Maksimum kelishyapti. Xudo xolasa zo'r chiqargan ishlarimiz. Maksimum darajada yangi materiallar ishlatilyapti. Hamma narsasiga olgan odam maza qilsin, baraka topsin deb, puliga achinmasin deb. Mana bitta suvoqchi akalarimizni ko'rib qo'yamiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka xormang. Bu yoqdan ham sizni videoga olib qo'yaylik, maksimum minimum qilib. Ha?